Dünya miqyosida Xitoyning Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilikka qarshi namoyishlar davomlashmoqda. Germaniyaning Nuremberg shahrida Dünya Uyg'ur qurultiyi va turk ommaviy tashkilotlari Xitoyning Uyg'urlarga elib berayotgan kishilik huquq tajovuzchiliklariga qarshi namoyish o'tkazdi. Shuning bilan birga Sharqi Janubiy Osiyodagi Indoneziyada musulmon jamoatlar Xitoyning Uyg'urlar qilayotgan zulm va bostirishlarga qarshi namoyish o'tkazdi. Yana bir tarafdan namoyishlar davomlashayotgan Turkiyada Şanlıurfa va Sivas shaharlarida o'tkazilgan Xitoyga qarshi namoyishlarda turk xalqi yashiklardan yasalgan Xitoy sepilini o'rib noroziligini bildirdi. Xalqaro kechirim tashkiloti Xitoyning ishg'oli ostidagi Sharqi Turkistonda Uyg'urlarga elib berayotgan kishilik huquq tajovuzlariga norozilik bildirgan Mas'ud O'zilga o'xshash nurg'un insonga ehtiyojli ekanligini bildirdi. Mazkur tashkilotdan William Lee taratqullarining ziyoratini qabul qilganda O'zilning bu masalaga diqqat tortishning intayin muhim rol o'ynaganligini aytdi. Uyg'urlar qilinayotgan kishilik huquq tajovuzchiliklarining bugungi dunyodagi eng muhim krizislardan biri ekanligini ta'kidlagan Lee, Mas'ud O'zil kabi texnik ko'p kishiga ehtiyojimiz bor dedi. Angliya Arsenal komandasining a'zosi Mas'ud O'zil ommaviy taratqu hisobida e'lon qilgan uchurda Uyg'urlar qilinayotgan kishilik huquq tajovuzchiliklarini va buningga sukut qilayotgan musulmon dunyosini tanqid qilgan edi. Hindistonda yangi o'zgartirilgan fuqarolik qonunida Pokiston, Afg'oniston va Bengaldan kelgan 6 dinga tava ko'chmanlarga grajdonlik yo'li ochilgan. Lekin o'xshash vaziyatdagi musulmonlarga bu xil imkoniyat berilmagan bo'lib, buningga qarshi namoyishlarda davlat miqyosida 17 kishi hayotidan ayrildi. Saqchi doiralardan e'lon qilingan bayonotda juma kundan buyon oldini olish tadbirlari doirasida 600 dan ko'p kishining qo'lga ilinganligi bildirildi. Namoyishlar boshlangandan buyon 4 mingdan ortiq kishi qo'lga ilindi. Hindistonga 2014-yili 31 dekabrdan burun kirgan ko'chmanlarga grajdonlik huquqi berildigan, lekin o'xshash ahvoldan musulmonlarga bu xil huquq berilmagan qonunga qarshi namoyishlar davomlashmoqda. İran prezidenti Hasan Rouhani Yaponiyaga eksport qilingan neftdan kelgan, lekin Amerikaning Iran Markaziy bankasiga embargo yurgizganligi sababli Yaponiya bankalarida turib qolgan Ironga tava pullarni davlatiga qaytarib berishini talab qildi. Yaponiya hukumatı va boshqa sohalarda faoliyat elib berayotgan yaponliklarning ikki davlat munosabatining taraqqiyoti uchun tirishchanlik ko'rsatishni talab qilgan Rouhani Yaponiya bankalarida turib qolgan pullarimizdan foydalanishimiz uchun tirishchanlik ko'rsatishni umid qilaman dedi. Fransiya seriq jilitkiliklar namoyishining 58-chi haftasida prezident Macronning siyosatlariga qarshi yana bir qatim ko'chalarga chiqdi. Macron hukumatining pensiya siyosatiga qarshi ish tashlash 5-dekabrdan buyon davomlashayotgan bo'lib, seriq jilitkiliklar Paris Bastiliya maydoniga yig'ilib bu harakatga qatnashdi. Lyon shahrida bo'lsa namoyishchilar cheklimiga qaramasdan shahar markazida faoliyat o'tkazdi. Yiqilg'i bahosining o'sib ketishiga qarshi boshlangan va keyincha Macron hukumatiga qarshi namoyishlarga aylangan seriq jilitkiliklar harakati 2018-yili 17 noyabr boshlangan edi.